Hozir kungi trendda bo'lgan shirinliklardan bittasi Madlen shirinligini bugun sizga tayyorlashimiz. Juda ham oson tayyorlanadi, bemalol uy sharoitida tayyorlasangiz bo'ladi. Orasiga xohishga qarab shunaqa har xil nachinkalar qilsangiz ham juda ham mazali chiqadi. Idishimizga tuxumlarimizni chaqib solamiz, so'ng shakar solib, yumshoq yordamida aralashtirib olamiz. Ertaga sariyog'imizni ham qo'yib, yaxshilab aralashtirib olganimizdan so'ng elangan un solamiz. Azliqli til solib, bir xil massa qilib aralashtirib olamiz. Tayyor bo'lgan massamizni maxsus silikon qoliplarimizga solib olgandan so'ng, qizigan duxovkada 170-180 graduslar atrofida pishirib olamiz. O'rtasiga xohishga qarab har xil nachinkalar tayyorlab solsangiz bo'ladi. Menda tayyor smorodinali nachinkam bor edi, shundan foydalandim. O'zimizga kerakli bo'lgan rangdagi shokoladlarni eritib olib, qolipimizga qo'yib olamiz. Madlen shirinligimizni qayta qoliplarimizga joylab, shokolad qotguncha xolodilnikka qo'yib olamiz. Orasiga shuni xohishga qarab varenniy zgushenkadan foydalansangiz ham bo'ladi. Juda ham mazali chiqadi. Madlen shirinliklarimiz ham tayyor bo'ldi. Juda ham mazali chiqadi. Albatta sizlar ham tayyorlab ko'ringlar. Rechani bosib, sahifamga obuna bo'lib olishni unutmanglar.